Bilasizmi, biz sevib iste'mol qiladigan palovimizning tarixi 2000 yoshdan ortiq ekan. Har kuni yeydigan milliy taomlarimiz tarixi haqida ham bilib qo'yganimiz yaxshi albatta. Fakt sifatida tarix manbalarida miloddan avvalgi 4-asrda yashab o'tgan Aleksandr Makedonskiy va uning askarlari O'rta Osiyoga yurishi vaqtida oshni yeb ko'rib, uning kuchli energiya bergani uchun askarlarning taomnomasiga asosiy ovqat sifatida kiritib qo'ygan ekan. O'zbek palovi 2016-yilda hatto UNESCOning insoniyatning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Bu ro'yxatga kiritilishining sababi shundaki, palov O'zbekistonda nafaqat milliy taom, balki ijtimoiy hayotning ajralmas qismi hisoblanadi. U to'ylar, bayramlar, payshanba kunlari va hatto motam marosimlarida ham tayyorlanib, odamlarni birlashtiruvchi an'ana sifatida qadrlanadi. Chet elda ham bizning oshimizga qiziqish keskin ortmoqda. Dunyoning deyarli barcha davlatlarida o'zbek oshxonalari mavjud. Misol uchun, men yashayotgan Janubiy Koreyada ham yuzlab o'zbek oshxonalari faoliyat yuritadi. Yurtimiz taftini uzoqdan bo'lsa